Oltinchi bob. Chegirada jang. Chegiraga yaqin qishloqning ikkala tarafi, ikki taraf chirik qo'shinlar bilan to'lgan edi. Ko'zgi quyosh nuri ikki tog' orasiga joylashgan bu qishloqni qizdirib ko'tarilmaydi. Bu joydagi ko'chman ovullar bir necha oy ilgirla yig'i bo'lg'idak degan xabarni anglab ichkariroq ko'chib ketgan. Kun petishdan kun chiqishga qarab so'zilgan dalini o'ttirdan ikkiga bo'lgan o'stangning suzuk suyi toshdan toshga urilib sho'x oqmoqda. O'ng va so'l yoqdagi tog' bag'rlarida ikki qo'sh tikilgan. Qo'shinlar sepi ikki qanot bo'lib uzoq so'zilgan edi. Bo'g'ra qo'shinning o'ttirida Xon o'g'il Baytoshning va To'g'rul Bagning so'latlik qora uyi aloyida ko'zga chiliqatdi. Bu qora uy ustida Bo'g'ra qo'shin deb cho'ng qizil xat chekilgan, qizil popuklik yeshil chirik to'g'i havoda mag'rur yalpinmoqda. O'ng qo'l tarafda Qutluq qo'shin, so'lda Shir qo'shin sap tortib jangga tayyor turishibdi. Har bir qo'shinning sepi o'ttirsida, oldida chirik to'g'ini tik tutgan otliq chirik. Uning orqasida org'imoqqa mingan tumanboshi qarshi tarafdagi yog'iy tushkuniga ko'z uzmay qarab turmoqda. Har bir minglik qo'shin oldida mingbochilar o'xshashda turmoqda edi. Piyoda chiriklar orqasida otliq chiriklar sap tortib jangga tayyor turishyapti. Boriz qo'shin bilan Qodim qo'shin orqadagi tog'ning o'ng so'l orqasiga yoshiringan edi. Yog'iy tushkuni tutuq ko'rinib turadi. Uning haybati cho'ng. Bosh qo'shi qo'shinning orqasida edi. Qora uyning yo'qursi va qora uy ustiga qadalgan tog'lari g'ova ko'rinib turadi. Yog'iy chiriki chegirdan besib o'tkili bir hafta bo'ldi. Chegirdagi bo'g'ra chiriklarning ogohlantirishiga qaramay, besib kirgan joydagi ovullarning fuqarolarini o'ldirdi. Qora uylarga, mol qo'tollariga o't qo'yib, bulab tolidi. Ular Qizil uy dalasining u yiqidan eshib tushganda, bo'g'ra chiriklarining asosiy qismlarini ko'rgandan keyin to'xtab qoldi. Bir haftadan beri bir necha qitim o'zaro elchi avatib suhbatlar o'tkazildi. Bu taraf darhol chekin desa, u taraf al bo'l deydi. Tig'mi-tig' jang vaziyati borg'onsiri o'tkirlashdi. Bugun kun chiqishi bilan To'g'rilbay Boytosh bilan maslahatlashib, oxirgi talab bilan elchi avatdi. Oxirgi talab: "Chopson chekinishing kerak, bo'lmasa o'z o'g'ling o'zanga" deyilgan edi. Kun choshki bo'ldi. Elchidan xabar yo'q. Boytosh va To'g'rilar chedir oldida ko'z uzmay u yoqqa qarab turishmoqda. "Ana, ot!" dedi birsi qarshi yoqni ko'rsatib. Rostilla u yoqdan elchi minib ketgan ot o'stangdan o'tib kelmoqda edi. Avval ot ustida nima borligi yaxshi ko'rinmadi. Ot yaqinlashganda hammaydan cho'chib ketishdi. Egirga elchi bog'langan ot kelib etibdi. Buni ko'ribla To'g'rilbay g'azab bilan "Jangga tayyor bo'linglar!" deb vorqirdi. Qo'shinda jiddiy harakatlanish boshlandi. Sharaqlagan ovozlar anglandi. Qilichlar qinidan so'g'rildi. Sadoqlar qumdudin elindi. Nayzilar rastlandi. Yog'iy sepimi qo'zg'ilib qoldi. Elchining teni bog'langan ot kelib,
xon o'g'il bilan To'g'rilbayning oldida to'xtadi. Yog'iyning bu vahshiyona harakatini ko'rgan To'g'rilbay titrab ketdi va g'azab bilan tovladi. Yog'iyga qarshi olg'a! Suboshining jangovar buyruq ovozi dalada yangradi. Qo'shin qo'zg'oldi. Oldida piyoda, orqadan otliqlar tuman boshiga agishib, kang dalada chang ko'tarib olg'a mangdi. Yerim chaqirim mangandan keyin tuman boshlari otlarni to'xtatdi. Piyodalar mingboshlarining orqalaridan ilgariladi. Otliqlar tuman boshining orqasiga kelib, sap tortib turdi. Bo'g'ra qo'shinlari o'stangdan o'tgandan keyin Yog'iyning piyoda qo'shinlari qo'zg'aldi. Bora-bora ikki sap tig'mi-tig' yiqillashdi. Jang boshlanib ketdi. Do'mboqlar ovozi putkul dalini guldirlatmoqda edi. Qilichlarning va nayzlarning bir-biriga urilgan ovozi. Otlarning kishnigan ovozlari. Bo'yniga qilich yoki qo'rsqiga nayza urilgan cheriklarning varqirashlari jang maydonining dahshatini ko'rsatmoqda. Xon o'g'il Boytosh bilan To'g'rilbay egizdagi bargoh oldida turib, diqqat bilan jangni kuzatmoqda. Uyning ikki yenida, oldida bir necha yuz qovul cheriklar, qoruqchilar tayyor turadi. Ikki choparman cherik bargoh bilan Qutlug' va Shirbek tuman boshlari orliqida ot chop turib, buyruq va xabarlarni yetkazmoqda edi. Jang ulg'aydi. Maydon go'yoki bir dengiz to'lqinidek chang to'zonlar orasida birdam u yoqqa, birdam bu yoqqa, birdam ikki yonga davolg'oydi. Kun qayrilib peshin bo'lganda Yog'iyning otliqlari jangga kirdi. Ular qiqa suram bilan qilich urib, bug'rochiliklarini chekindirib, o'stang bo'yiga qistab keldi. To'g'rilbayning buyrug'i bilan qilich nayzilik otliqlar borliq kuchlari bilan hurro deb to'lab, kang sap bo'yicha jang maydoniga ot soldi. Ular tog'ni talqon qilgudek g'azab bilan varqirab, o'stangdan o'tdi va Yog'iy bilan qilichlashib ketdi. Yog'iy otliqlari ozroq chekinib, keyin qarshi hujum bilan qistab keldi. Bo'g'ra otliqlari orqalariga bir yenib, keyin Yog'iyni orqaga surdi. Ho'ga suran kuchdan avvalqidan najjasi yo'qqa ko'tarildi. Qo'shin boshlarida qilich nayzalar o'ynamoqda. Otlar kishnab, oldi oyoqlarini egiz ko'tarib, ustidagi odam podimi bilan yerga yiqilmoqda. Jang shiddat bilan davom qilmoqda. Bo'g'ra qo'shin Yog'iyni urib kirib, asosiy tushkuniga yaqin qistab bordi. Kun kerak bo'yi qolganda Yog'iyning tayyor otliq va piyoda qo'shinlari tog' orqasidan ho'yqutqinicha ushtum titbesib keldi. Bo'g'ra qo'shinlari birpas tirkishib, qattiq elishdi. Keyin bo'lolmay orqaga surildi. O'stang bo'yiga keldi. O'stangdan o'tdi. Yog'iy qo'shinlari odam jasadlarini dassab, qutirab, varqirab ilgirlamoqda. Xon o'g'il jiddiylashib To'g'rilga qaradi. To'g'ril, oldirmaslik kerak. Qutirash yengilishning boshlanishi, dedi. Ana, Yog'iy qo'shinlari texim qistab keldi. To'g'ril Boytoshga jiddiy bir qarab qo'yib, qo'lini egiz ko'tardi.
Oң sol tağ arqısıdan barız qoşun at çaptırıp urğup çıktı ve urra dep toğluğunca koyundak etilip yağıy sepinin oң sol kanıtını bösüp arqaga öttü. Kadın qoşun döň arqısıdan at silip çıktı ve yağıy sepigi yakın toqtap Yoltuzning buyruğu bilen oqya etişki başladı. Mergen ayollarning sadaqlari zoya ketmeydi. Her bir oqi yağıyçiliklerini domulatıp durdu. Kadın qoşun bir pas ilgirlep yana toqtadı. Emdi Yoltuz şarat bilen yağıy otliqlarini etişni boyladı. Otlar birinin kaynidan biri yerge eğinap düşüşke başladı. Yağıy sepi çekinip Öztangning o yaqıga öttü. Yağıy sepinin yana bir qismi kelip, barız qoşunga arqadan hujum qildi. Kadın qoşun oşu tarafga burilib, qilichlarini qinidan so'g'irib, g'azablik ovoz bilan urra deb to'lig'inicha ot soldi va jangga kirib ketdi. Barız qoşunning bir qismi orqadan kelgan yog'iyni urib chekintirdi. Şunun bilan yog'iy sepi iskanjida qoldi. Kadın qoşun sol yoqda yog'iy sepi bilan ilishayotganda bir qism qodin sheriklar yog'iy otliqlarining halqisiga kirib qoldi. Ular boturlik bilan jang qildi. Ammo chiqim ko'payishga boshladi. Bu ahvolni ko'rib, xon o'g'il Baytosh chidab turolmadi-da, qilichini so'g'irib egiz ko'tirdi va To'g'rilning to'sishiga qaramay etini qo'yib berdi. To'g'rilning shariti bilan qoruvchi qism Baytoshning orqasidan os soldi. Baytosh bak chabdaslik bilan urushdi. U yog'iy otliqlarining halqisini bo'sib, qodinchiliklardan qutqazdi va qo'shin bilan billa jang qo'ynimiga kirib ketdi. Baytoshni ko'rgan Yoltuz teqimi ruhlanib, urra deb to'lig'inicha qilichini egiz ko'tirib, yog'iy otliqlarining to'pig'i bo'sib kirdi va chattirak oz bir qism sherik bilan billa urushayotgan Qunduz tarafga yiqilishib, o'ng tarafdan os soldi. Qorong'i tushishga boshladi. Yog'iy sheriklarining ko'plari qirilib ketdi. Oldidan, orqadan, o'ngdan, so'ldan berilgan zarbiga bardoshlik berolmay, oxiri qechishga boshladi. Baytosh qo'shinning oldida qilichini egiz ko'tirib chopmoqda edi. Yog'iy qo'shini teri-peram bo'lib ketdi. Baytosh qo'shin bilan yog'iy cheriklarining qo'sh beshig'i besib borganda, ularning qora uylari o'rilib tushgan. Atrofda qurolini tashlab yukinib o'ltirgan yog'iy cheriklaridan boshqa hech kim qolmagan edi. Yog'iy cheriklarining boshliqlari allaqachon tikib etibdi. Baytosh Qutlug' tuman boshi bilan maslahatlashib, qo'g'lashga mang'ili turganda, To'g'rilbek ot choptirib kelib qoldi. U xon o'g'ilni to'sadi. Qo'g'lashning kerak yo'q. Yog'iy boshi chegirdan o'tib ketdi. Qorong'i tushdi. Cheriklarimiz orduq olsin, dedi u xon o'g'il va Qutlug' tuman boshiga. Tuman boshi mingboshilar cheriklarini to'xtatdi. Ular tushkun atrofiga berib dam ilishqa va cheriklarni iditlashga mangdi. Har bir mingboshi qaytishda yarador bo'lgan o'z cheriklarini qutqizishqa, al bo'lgan yog'iy cheriklarini haydab qaytishqa va jang maydonidagi yaroqlarni yig'ishqa bir qism cherik ajratdi. Qorong'i tushdi. Qo'shin qaytdi. Jang maydonida xuddi Yoltuzdek o'tqochlar parqiraydi. Oqtirish, qutqizish, haydash, yig'ish davom qilmoqda. Qunduz ko'rinmaydi-ku, dedi kiyimlari yirtiq, beshi va qo'llari qon.
Yüz gözü qara alı bir qiz cherik ot choptirib kelib Yo'ltuzga. Bayatdan beri xeyli izledik, tapılmadık. Qo'lida o'tqash bar cheriklar, mening orqamdan menglar. Dedi Yo'ltuz buyruq ohangida. Qunduzni tapmay qo'ymaymiz. O'tqash tutgan cheriklar Yo'ltuzning kaynidan agashdi. Bir muncha cheriklarmi ularning orqasidan mangdi. Jang maydonida Qunduzni izlash boshlandi. Qunduz! 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 deb tovlagan ovozlar qorong'uda yiroqlargacha yangraydi. Cheriklar o'liklar orasini oqtirdi. Yiroqroqda yarador bo'lib qolgan bo'lsa angson deb varqirab boqdi. Shundaqdimi tepilmadi. Bir do'ning kaynidan ular puti eg'ir yardar bo'lgan bir qizni tepishdi. Qizchilik Yo'ltuzga. Qunduz acham yog'ini qo'g'lab ketib berib yardar bo'lib yiqilganda, bir yog'i uni ot ustiga ilib qochgan edi. Biz qo'g'lab yetolmadik. deb ma'lumot berdi. Yo'ltuz o'rnida qoqqan mixdek to'xtab qoldi. Cheriklar andishi bilan uningga talmurib qarashdi. Yo'ltuz gap so'zsizla otga minib tushkun tarafga qarab mangdi. Cheriklar uning kaynidan mengishdi. Xon o'g'il bilan Suboshi ostoniga qaytib bayonot berganda, Sutuq Bug'raxon urush g'olibiyatidan bek xursand bo'lgan edi. Lekin Qunduzning yog'i qulig'i tushib qolganligini anglab, to'limi ma'yuslandi. Oydin ko'zlarini yummay yosh to'katdi. Yog'i yengilib qochdi. Utuqcho'ng. Qunduzni oxiri tepib olamiz, dedi Bug'raxon tasalli berib. Yo'ltuz Oydinni quchoqlab yig'lab tashladi. Qo'lida o'tqash bar cheriklar, mening orqamdan menglar. Qunduzni tapmay qo'ymaymiz. Qunduz! 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 O'qqushluq, o'qar u, biliglik bilir. Biligli, o'quqli, tilakka tegir. Ilqi, bu azam masjidning o'quvchilari bizning bilik yurtini cheqib o'tadi.